muxlislar. Bugungi videomiz O'rta Osiyo qirolichasi bo'lgan Saida Mirziyoyevaning goroskop xaritasini analiz qilib ko'rib chiqamiz. Tug'ilgan soati ma'lum bo'lmagani uchun men peshin 12:30 qilib oldim soatini. Tug'ilgan kunini ham Google'dan oldim. Bu ma'lumotlarga asosan chiqarilgan goroskop xaritasi va yuksalan burjdan boshlanadi goroskop xaritasi qarash. Yuksalan burj bu sizni ufuqda, siz tug'ilgan vaqt ufuqdagi burjni bildiradi. Bu ufuqdagi burj sizni soat burjingiz hisoblanadi. Soat 12:30da tog' echkisi burji ufuqda yuksalayotgan ekan. Tog' echkisi burjining hukmdor planetasi Saturndir. Saturn qayerda joylashgan bo'lsa, kishi o'zini o'sha yerda missiyonni bajaradi. Dunyoga kelgan vazifasini o'sha yerda bajaradi. Bu tog' echkisi hukmdor planetasi Saturn Chayon burjida va o'zini kishiligini ifoda etgan Quyosh bilan birgalikda harakat qilyapti. Saturn Chayon burjida nima degani? Saturn Chayon burjida ko'proq sirli narsalarni chuqur o'rganish, psixologiyani o'rganish, sirli bo'lgan guruhlarga qiziqish, Quyosh bilan birgalikda harakati esa bu ma'lumotlarni ustozlardan o'rganishni, yoshi katta qariyalardan o'rganishni ifodalaydi. Quyoshi esa Chayon burjida bo'lib, Chayon burji hamma narsani ichdan sezib, ichdan hal qilib, ichdan kurashadigan bir burjdir. Chunki nima uchun? Chayon burji tuproqni ostida yashagani uchun, qumlarni ostida yashagani uchun, yerni ustiga hamma vaqt chiqmagani uchun, yer tagida havosiz, suvsiz, ovqatsiz chiday oladigan bir hasharot bo'lgani uchun juda ham chidamli va shunaqa xususiyatga ega bo'ladi bu Chayon burjida tug'ilgan insonlar. 12 darajada esa 11 darajada Toleman degan yulduz bor. Bu o'qituvchilikni ko'rsatadi. O'zini vazifasini o'qituvchilik qilgan holatda o'rgatib o'rtaga qo'yishi mumkin. U nimani qayerdan o'rganadi? Saturn Chayon burjidagi olgan bilgilarini, sirli bilgilarni olib insonlarga o'rgatish asosiy vazifasi. Keyin Merkur ham Chayon burjida, bu ona qornida bo'lgandagi tutilmalarning nuqtasi. Bu otni taqasiga o'xshagan figura ona qornida bo'lganda sodir bo'lgan Quyosh va Oy tutilmalarining nuqtasidir. 28 daraja Chayon burjidan 28 daraja Sigir burji. Bu yerda Algol sobit yulduzi bor. Algol sobit yulduzi esa jasoratli qahramon ayol unvonini beradi. Merkur ham Chayon burjida esa Merkur astrologiyada bilgini ifodalaydi. Yozishni, chizishni, o'qishni, muomala qilib gaplashishda nimalarni qo'llansak, hammasini Merkur ifodalaydi. Chayon burjida esa sirli ma'lumotlarni yig'ishni, masalan, bironta detektivni xaritasida Merkuri Chayonda bo'lsa, ajoyib bir detektiv ma'lumot yig'ish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu yerda ham ajoyib ma'lumotlarni yig'ib, sirli ma'lumotlarni yig'ib detektiv shaklida qo'llanishini ko'rsatyapti. Bu shimoliy nuqta degan shu ona qornidagi tutilma bilan bo'lgan nuqta bilan birgalikda harakati esa bu bilgilar, bu nuqta ona ruhingiz qayerdan kelyapti, nima vazifa bilan kelyapti, dunyoda
nima vazifani bajarishingiz kerak bo'lgan belgidir. Merkuriy bilan bu ikkalasini harakati bu sirli ma'lumotlarni ruhi bilan olib kelyapti va bu dunyoda ularni qo'llanish uchun ruhi bu sirli ma'lumotlarni masalan metafizikaga oid bo'lgan o'lim bilan bog'liq bo'lgan o'limdan o'taki tarafdagi ya'ni bir olamdagi ma'lumotlarni ham yig'ishga juda ham ustasi farang qobiliyatlarga ega bo'ladilar. Merkuriy chayonda va shimoliy nuqta bilan qavishimda bo'lgan insonlar. Ya'ni Saidaxonda ham xuddi shunday xususiyat va qobiliyat bor deb o'ylayman. Chunki xaritasida Merkuriy chayonda, shimoliy nuqta bilan qavushgan, Saturni Quyosh bilan qavushgan. Eng muhimi, modern astrologiyaga ko'ra Chayon burjining boshqaruvchisi Pluton, Chayon burjida Pluton yer osti hukmdori bo'lib, chayonni burchlar ichida chayonni boshqaradi. Ya'ni bu o'zini burjida bo'lgani uchun tabiatini o'rtaga yaxshi qo'yadi. Ya'ni yer ostidagi qara kuchlarni ham hukmdorligini qila oladigan bir kuchga ega. Buni ichiga hamma narsa kiradi, qora ishlar ham kiradi, sirli guruhlar ham kiradi. Ya'ni o'lim bir olamdagi ma'lumotlarni yig'ib ularga hukmronlik qilish ham kiradi. Ya'ni ko'zimizga ko'rinmagan hamma narsani, ko'z oldimizda bo'lmagan sirli narsalarni hammasiga hukmronlik qilishni ko'rsatadi. Asosan Chayon burjidagi 4 ta planetaning joylashuvi. Bu stalium deyiladi. Bir burchda 3 planetadan ko'proq bo'lsa agar stalium deyiladi. Endi Saidaxonni ifodalovchi Venera planetasi, chunki Venera bu ayolligini ifodalovchi planeta, 18 daraja Yoy o'qotar burjida. Ya'ni Yoy burji qanday xususiyatlarga ega? U semboldan ko'rganingizdek uchib ketyapti. Ya'ni faqat ko'zi osmonda demak. Ya'ni ko'zi osmonda darkan, asnomnoy ta'lim sohasida universitetlarni, chet ellarni o'z ichiga olib ifodalaydigan, huquqiy mavzularni ifodalaydigan bir burj. Shu bilan birga diniy guruhlarga fanatik qobiliyatini, xususiyatini ham beradi. Neptun ham 29 daraja Yoy burjida, 28 daraja Yoy burjida, galaktik 27 va 28 daraja Yoy burjida galaktik markaz var va bu galaktik markaz bilan Neptun qavushum holatda. Ya'ni Neptun zaten ma'naviyat va ilohiyatni ifoda etgani uchun og'zidan chiqqan har bir duosi qabul yoki ma'naviyati juda ham kuchli yoki galaktik markaz bilan hamma vaqt aloqada degan ma'no ifodani ham qo'llansak bo'ladi. Endi keladigan bo'lsak, Yupiter tog' ichkisi burjida normalda zarar ko'rgan burjda, o'zini tabiatini o'rtaga qo'ya olmaydigan burjda bo'lgani uchun, lekin kuchli bir xonada bo'lgani uchun Yupiter boylik va barakat, omad planetasi, ya'ni omadli bo'lib tug'ilgan o'zi aslida. Omadli bo'lib tug'ilgan va bu bilan birgalikda tog' echkisi burji shunaqa xususiyatga egaki, o'zi ish ko'rib, o'zi ishlaydi, ya'ni o'zini markasini o'zi yaratadi. Ya'ni bu yerda Saidaxon o'zini markasini o'zi yaratsa, juda ham yuksak yerlarga, juda ham yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Mars tog' ichkisi burjida hurmatga sazovor bo'lgan bir yerda. Ya'ni o'zini tabiatini 2 barobar ko'p qilib ko'rsatadi bu yerda. Yaxshi o'rtaga qo'yadi. Masalan, ko'pincha tish shifokorlarini xaritalarida Mars tog' ichkisi burjida ko'rganman.
ya'ni yuksaklikka olib boradigan bir nuqtada. Shuning uchun har bir qilgan ishida yuksaklikka borishi kuzatilishi mumkin. Основной keladigan bo'lsak oyga, oy 23 daraja baliqda. Agar kechasi tug'ilgan bo'lsa, kechasi tug'ilgan xaritada oy quyosh vazifasini bajaradi, insonning kishiligini bajaradi, lekin astrologiyada oy ehtiyojlar, istaklar va tuyg'ularni ifodalaydi. Baliq burjida o'zini tabiatiga mos bo'lgani uchun bu narsalarni yaxshigina o'rtaga qo'yadi va quyoshi bilan ham juda ham yaxshi, ikkalasi ham suv guruhiga oid bo'lgani uchun, chayon burji va baliq burji suv guruhiga oid bo'lgani uchun quyoshi bilan juda ham yaxshi burchak ostida bir-birida masofa bo'lgan vaqtda tug'ilgan. Bu o'zini ayolligini, onaligini, o'zini onasi bo'lgan muomalasi yaxshi ekanligini ko'rsatadi. O'zini onaligini ham yaxshi o'rtaga qo'yadi. Masalan, sog'lik sektorida ishga kirsa yoki sog'lik sektorida bir nimalar qilsa agar yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Ana endi qisqa ma'lumot berib o'tdim xaritasi haqida. Bu yerda agar qaraydigan bo'lsak, bu xarita 3 soat davom etadi, chunki arab nuqtalari degan eski forsiy munajjimlarni kashf qilgan nuqtalar bor. Ularni birma-bir ko'rib chiqishimiz kerak. Undan keyin sobit yulduzlar degan yulduzlarimiz bor. Ularni ham birma-bir ko'rib chiqib, masalan, Venerasi korona sobit yulduzi bilan parallel bir shaklda bo'lgan zamonda tug'ilgan. Masalan, bu ayolga korona kirgazish ehtimoli juda ham yuksak. Masalan, Shavkat Mirziyoyevdan keyin Saida Mirziyoyevaning toj kirib, korona kiyib prezident bo'lish ehtimoli yuksakligini ko'ryapman men bu yerdan. Ana endi 1 yillik tug'ilgan kunidan tug'ilgan kunigacha bo'ladigan xaritani analiz qiladigan bo'lsak, bu yerda tug'ilgan xaritasini ustiga, tug'ilgandagi xaritasini ustiga 1 yillik tug'ilgan kunini, ya'ni 2025-yil 4-noyabrda bo'ladigan tug'ilgan kunni xaritasini qo'ydik. Nimalar va'da qilyapti? 1 yil mobaynida nimalarga erishadi? Birinchisi, quyosh bilan quyoshi 12 daraja bo'lganda tug'ilgan kunni nishonlayapti. Meni diqqatimni o'ziga tortgan narsa bu ASJ deganimiz yuksalan Venusining ustiga to'g'ri kelyapti. Tranzit Venus esa tepa nuqtasiga va Tarozi burjini 26 darajasiga. Tarozi burjini 26 darajasi nima? Bu yerda Spica sobit yulduzi bor. Bu insonga mashhurlik un beradi. Bu yilgi qiladigan ishlari bilan juda ham oldinga chiqishi mumkin. Juda ham haq-huquq, ayollarning haq-huquqi bilan talashishi mumkin. Boshqa davlatlar bilan hamkorlikda, masalan, Tarozi burji g'arbiy davlatlarni ko'rsatadi astrologiyada. G'arbiy davlatlarda ayollar bilan bog'liq ba'zi shartnomalarni qilishi mumkin. Keyin Merkuriy Yoy burjiga kelyapti. Yoy burjida Yoy burji xorijiy davlatlarni ifodalagani uchun xorijiy davlatlar bilan anglashmalar, shartnomalar qilish ehtimoli juda ham katta. Merkuriy chunki ish shartnomalarini belgilaydi. Xorijiy davlatlarda ish shartnomalarini qiladi. Bu O'zbekiston bilan bog'liq shartnoma ham bo'lishi mumkin, chunki O'zbekistonning qirolichasi bo'lgani uchun. Yana ko'zimga tashlangan narsa tug'ilgan ona qornida bo'lgan tutilmaning darajasi bilan Marsning ustga kelishi. Mars 29 darajada
bu yil bir davr tamom bo'lyapti Saida Mirziyoyeva uchun. Yangi bir davr boshlang'ichi. Bu ona qornidagi tutilma nuqtasiga kelgani uchun ilohiy, ya'ni bir taqdirida ilohiy burilish sodir bo'ladi. Bu katta ishlar qilib taqdirini o'zgartirishga, yaxshi tarafga o'zgartirishga va bir davrni yopib ikkinchi davrni boshlaganda esa jasoratli ayol unvoni bilan boshlashi mumkin bo'ladi. Bu yerdadan Pluto Altair Sabit yildizining ustida, u ham mashhurlik beradi, kuch beradi. Yana ko'zimga kelgan narsa, oyini ustiga Saturn kelgan. Saturn qoluv, yana Quyosh va Oy tutilmalari oyini ustida bo'lgani uchun bu yilki tutilmalar Saida Mirziyoyeva uchun ajoyib taqdirda eshiklarni ochishni ko'rsatyapti. Yana Oy va Shiron Qo'y burjida. Buni Oy va Shiron Qo'y burjida, Neptun 29 darajada. Neptun 29 darajada. Bu yerdagi 29 darajadagi Mars bilan ajoyib masofasi bor. Hani bir-biriga kuch berishyapti. Ya'ni bu davrni yopilishi tezlashtiryapti Mars. Bir davr yopilib yangi bir davr boshlayapti. U davrda ayol, jasoratli ayol unvoni bilan o'rtaga chiqyapti va xalq bilan, qandaydir xalq bilan birgalikda xalqni shifolantiruvchi, xalqqa yordam beruvchi, ya'ni bir qirolichani xaritasi deb qaraydigan bo'lsak, bir qirolichani xaritasida Oy o'sha qirolichaga oid bo'lgan xalqni ko'rsatadi. O'sha xalqqa yordam qiladigan bir ko'rinishda o'rtaga chiqadi. Keyingisi Yupiter qisqichbaqa burjida yana ham tabiatini 2 marta o'rtaga qo'yadi. Ya'ni juda ham hurmatga sazovor qisqichbaqa burjida Yupiter. Bu yerda ham 7-xonasiga kelgani uchun 7-xonadagi qo'shni mamlakatlar hisoblanadi. Qo'shni mamlakatlar bilan huquqiy hamkorlik va universitetlar arasida ba'zi qonunlar va qarorlar qabul qilishi mumkin qo'shni mamlakatlar bilan. Undan keyin sharqiy tarafda bo'lgan qo'shni mamlakatlar bilan universitetlar oliy ta'lim haqida ajoyib qarorlar va qonunlar qabul qiladi. Bu hozirchaki videomiz shulardan iborat. Agar o'tirib analiz qiladigan bo'lsak, judayam chuqur, judayam og'ir mavzu bo'ladi. 3 soat, 4 soat davom etishi mumkin. Men hozircha xaritani ustidan sizga tushuntirmoqchi bo'ldim. Chunki sobit yulduzlar bor, arab nuqtalari bor, undan keyin secondary progress deya xarita bor. Ularniga qaraymiz. Undan keyin professional xaritalar bor. Ularni hammasini ust-ustiga qo'yib Beruniy, Farobiy qo'llagan texniklari bor. Ularga qarab, ya'ni bir xarita qarashimiz 3 soat suradi. Men hozircha faqatgina ustidan qarab sizga ma'lumot berishga harakat qildim. Ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman.